Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumiz chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli va teskari matrica yordamida yechish. Biz o'tgan darsimizda chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer qoidasi yordamida yechishni o'rgangan edik. Chiziqli tenglamalar sistemasini yechishning yana bir usuli Gauss usuli hisoblanadi. Gauss usulini ishlatishda bizlar quyidagi holatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, birinchi noma'lumlarni tartib bilan yozish. Demak, tenglamada berilgan noma'lumlar qatnashgan xatlarni alfavit tartibida yozib olishimiz kerak. Masalan, y - 8x + z = 5 yoziladigan bo'lsa, 8x + y + z = 5 ko'rinishda, ya'ni birinchi x, keyin y, keyin z qatnashgan xatlarni yozib olish noma'lumlarni tartib bilan yozib olish hisoblanadi. Ikkinchi qiladigan ishimiz Gauss usulining asosiy ishi noma'lumlarni ketma-ket yo'qotish hisoblanadi. Demak, 3 ta noma'lum beriladigan bo'lsa, tenglamada ularni xatma-xat ko'paytirib qo'shish yoki bo'lish orqali ikkita noma'lumni tenglamalar sistemasiga o'tkazib olish, ularni ham keyin bitta noma'lumni tenglamaga keltirib olib, noma'lumlarni xatma-xat topib olish hisoblanadi. Uchinchi qiladigan ishimiz bu topilgan yechimlarni tenglamaga qo'yib tekshirish. Demak, biz yechim topdik, x, y, z larni masalan topgan bo'lsak, ularni berilgan tenglamaga qo'yib, ildizi bo'lishini, qanotlantirishini tekshirib ko'rishimiz kerak. Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usulida yechishga birdaniga misol orqali tushuntirib ketamiz. Demak, birinchi misolimizda mana tenglamalar sistemasi berilgan, Gauss usulida yeching. Demak, bu yerda noma'lumlar tartib bilan yozilgan. Bu ishni bajarishimiz shart emas, ya'ni x, y, z ketma-ket yozilgan. Bu yerda tartibi almashib ketmagan va keyingi etapga o'taveramiz. Ya'ni bu yerda noma'lumlarni ketma-ket yo'qotish. E'tibor qaratishimiz kerak, qaysi noma'lum oldidagi koeffitsient 1 yoki -1. Chunki bu bir sonini ko'paytiradigan bo'lsak, ixtiyoriy sonni hosil qilib olishimiz mumkin. Shuning uchun butun songa ko'paytirishda o'sha 1 bo'ladigan xatga alohida tenglamaga e'tibor qaratishimiz kerak. Bizlar tenglamamizda birinchi tenglamasi x ning oldidagi koeffitsiyenti 1 ga teng. Demak, mana shu birinchi tenglamani x ni oldidagi koeffitsiyentni 0 ga aylantirishdan boshlaymiz. Bu yerda x oldidagi koeffitsiyent 1 bo'lgani, ikkinchi tenglamada 2 bo'lgani uchun uning qarama-qarshisiga birinchi tenglamani koeffitsiyentlarini ko'paytiramiz. Ya'ni -2 ga ko'paytirib qo'shib olamiz. X oldidagi koeffitsiyent 0 bo'lib ketadi va tenglamamiz ikkita noma'lumni tenglama ko'rinishiga keladi. Demak, birinchi ishimiz birinchi tenglamani -2 ga ko'paytirib ikkinchi tenglamaga qo'shamiz. -2 ga ko'paytirsam -2x, 2x ga qo'shsam 0 bo'ladi. Ikkinchi hadini -y ni -2 ga ko'paytirsam 2y, 3y ga qo'shsam 5y hosil bo'ladi va uchinchi hadi 3z ni -2 ga ko'paytirsam -6, -2 ga qo'shsak -8z bo'ladi va mana 5y - 8z = 13 hosil bo'lar ekan. Endi xuddi shu birinchi tenglamani uchinchi tenglama bilan x ni oldidagi koeffitsiyentni 0 ga aylantiryapmizmi? Demak, bu yerda ham xuddi o'sha ishni bajaramiz va 3 bo'lgani uchun uchinchi tenglamani x oldidagi koeffitsiyenti, birinchi tenglamadagi x umumiy noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlarni -3 ga ko'paytirib qo'shamiz. Demak, -3 ga ko'paytirib qo'shadigan bo'lsak, x oldidagi koeffitsiyentlar 0 bo'ladi va 8y - 8z = 16 degan tenglama ko'rinishiga kelamiz. Mana 3 ta noma'lumning 3 ta tenglamalar sistemasi ikkita noma'lumning ikkita tenglamalar sistemasiga aylantirildi. Va noma'lum x oldidagi koeffitsiyent 0 ga aylanib ketgan, y bilan z noma'lumlar qoldi. Bu ikkita noma'lum tenglamalar sistemasi yana xuddi shu usulda qo'shish va ko'paytirish ayirish orqali bitta noma'lumni tenglamaga keltirib olamiz. Demak, qo'shish usulida yechamiz. Bu yerda
5y minus 8z barobar 13, 8y minus 8z barobar 16 bitta tenglamali sistemasi bo'ldi. Buni e'tiborga qaratadigan bo'lsak, minus 8z minus 8z turibdi. Ularni ayirib yuboradigan bo'lsak, z ni oldidagi koeffitsient 0 ga aylanib ketadi. Shuning uchun xatma-xat ayiramiz. 5y dan 8y ayirsak minus 3y, zlar 0 oldidagi koeffitsient, 13 dan 16 ni ayirsak minus 3. Demak, mana bu bitta noma'lumli tenglama ko'rinishiga keldi. Bu yerda y topadigan bo'lsak, 1 ga teng. Endi x va z degan noma'lumlarni topishimiz kerak. Biz x bilan z topish uchun yuqorida ikkita noma'lum tenglamaga kelgan birinchi, ikkinchi holatda bajargan ishlarimiz bor. Ana shu yerdagi y ni o'rniga, ixtiyoriysining o'rniga 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bizga z ni topishga yordam beradi. Demak, ikkinchi ishimizda bajargan 8y minus 8z barobar 16 tenglamaga y ni olib borib 1 ni qo'yadigan bo'lsak, bu yerda faqat z noma'lum bo'ladi. Z imiz minus 1 ga teng ekan. Endi x noma'lum topishimiz kerak. Bu yerda tenglamamiz, ya'ni birinchi ko'rinishda berilgan tenglamamizni 3 ta noma'lum tenglama sistemasidagi bitta tenglamasiga qo'yib x ni topib olsak bo'ladi. Biz birinchi tenglamani tanladik, soddaroq bo'lgani uchun. Ya'ni x minus 1, y imiz mana 1 kelyapti, z ni o'rnida minus 1 kelyapti. Hisoblaydigan bo'lsak, x imiz 0 ga teng ekan. Endi oxirgi qiladigan ishimiz tenglamani 0, 1, minus 1 yechimlar bo'lishini tekshirib olishimiz kerak. Ya'ni x, y, z lardan o'rniga berilgan qiymatlarni qo'yib, haqiqatan ham tenglamani ayniyatga aylantirishini tekshirib olsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ikkinchi usul tenglamali sistemasini teskari matriса yordamida yechish. Xo'p, Kramer va Gauss usullarini o'rgandik. Teskari matriса yordamida yechish qanday bo'ladi? Demak, tenglamali sistemasi berilgan bo'lsa, ularning noma'lumlari oldidagi koeffitsiyentlardan bitta matrisa tuzamiz va buni A matrisa deb belgilaymiz. Ozod xatlardan esa B matrisani tuzib olamiz. Demak, A va B matrisa tuzilgandan keyin ikkinchi qiladigan ishimiz berilgan A matrisaga teskari matrisani topamiz. Agar u mavjud bo'lsa. Teskari matrisa mavjud bo'lishi uchun, demak, A matrisaning determinanti 0 dan farqli chiqishi kerak. 0 dan farqli chiqadigan bo'lsa, biz ishimizni davom ettirishimiz mumkin. Va uchinchi holatda topilgan teskari matrisaga B matrisani ko'paytiramiz va hosil bo'lgan matrisaning elementlari tenglamaning ildizlari bo'ladi. Ikkinchi misol sifatida tenglamalar sistemasini matrisa usulida yechishni ko'rsatmoqchimiz. Demak, bizga berilgan tenglama oldidagi bu yerda noma'lumlar albatta x1, x2, x3, boyagi tenglamalarda x, y, z edi. Bu yerda mana boshqacha ko'rinishda berilyapti. x1, x2, x3 ko'rinishda ham berish mumkin noma'lum, shunda noma'lum. Demak, bu yerda noma'lumlar oldidagi koeffitsiyentlarni alohida yozib chiqamiz va buni A matrisa deb belgiladik. Demak, A matrisamiz 2, 3, 4 birinchi satr, 1, 2, 3 ikkinchi satr, 3, 4, 6 uchinchi satr. Va ozod xatlarimiz, mana e'tibor beramiz, tengdan o'ng tarafda turibdi, 1, 0, 1. Bular tengdan chap tarafda turgan bo'lishi ham mumkin. Ozod xatlarni hamma ajrata oladi menimcha. Va bu B matrisa sifatida qaraladi. Endi x1, x2, x3 esa x matrisa, ya'ni noma'lum matrisa sifatida qaraymiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana A matrisaning determinantini hisobladik. Determinant hisoblashni avvalgi darslarimizda ko'rsatganmiz. Agar qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, bemalol birinchi darsni ko'rib olish mumkin. Demak, determinantni hisobladik, 1 ga teng chiqdi va bu 0 dan farqli. Demak, uni teskarisi mavjud. Teskari matrisani topishni ham avvalgi darslarimizda o'rganganmiz. Demak, bu yerda teskari matrisa topishda mana algebrik to'ldiruvchilar hisoblanadi. Algebrik to'ldiruvchilarni hisoblab, determinant bir taqsim determinant ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, bu yerda A matrisaga teskari matrisa hosil bo'ladi. A matrisaga teskari matrisa hosil bo'ldi va bu topilgan matrisa, yangi teskari matrisani B matrisaga ko'paytirib natijani qaraymiz. Demak, mana x barobar A minus 1 ko'paygan B ko'rinishda yozib oldik va ikkita matrisani bir-biriga ko'paytirib, natijada 1, 1, minus 1 elementlardan iborat yangi matrisa hosil bo'ldi. Ana shu yerdagi x1
1 ga teng, x2 1 ga teng, x3 esa -1 ga teng. Mos ravishda mana shuni bizlar topmoqchi bo'lgan 3 ta noma'lum sifatida olamiz. Demak, bu tenglamaning yechimini ham birinchi berilgan tenglamaga qo'yib, uni ayniyatga aylantirishini tekshirib ko'rishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi tenglamalar sistemasini yechish bo'yicha amaliy masala qaraymiz. Bizga berilgan mana korxona 3 xildagi xomashyoni ishlatib 3 turdagi mahsulot ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish xarakteristikalari quyidagi jadvalda berilgan. Demak, birinchi ustunda xomashyo turlari, ularni 1, 2, 3 qilib belgilab oldik. Ikkinchisi mahsulot turlari bo'yicha xomashyo sarflari, qancha xomashyo sarflanadi va uchinchi ustunimizda xomashyo zaxirasi tonnada berilgan. Shart qanaqa? Shart berilgan xom ashyo zaxirasini ishlatib, mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmini aniqlang deyapti. Demak, zaxirani ishlatishimiz kerak va qancha ishlab chiqarish hajmi qancha bo'lishini oldindan prognoz qilishimiz kerak. Yechish. Demak, ishlab chiqarish kerak bo'lgan mahsulot hajmini mos ravishda bizda noma'lum bular x1, x2, x3 belgilab olamiz. Chunki 3 turdagi mahsulotimiz bor bizda. Birinchi tur mahsulotga birinchi xil xomashyo bittasi uchun sarfi 5 birlik ko'rsatilgan. Demak, 5 birlik bo'lgani uchun uni 5x1 ko'rinishda belgilab olamiz. Birinchi tur mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan birinchi xil xomashyoning sarfini bildiradi bu. Xuddi shunday ikkinchi, uchinchi tur mahsulotlarga e'tibor bersak, 12 bilan 3 turibdi. Demak, 12x2, 3x3 bo'ladi. Ularning yig'indisi xomashyo zaxirasiga teng bo'ladi, ya'ni 20 ga teng bo'ladi. Demak, quyidagi tenglama hosil bo'ldi. 5x1 plus 12x2 plus 3x3 barobar 20. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, xuddi shunday tartibda biz ikkinchi tur xomashyo va uchinchi tur xomashyolarni ham mana shunday ko'rinishda tenglamalar hosil qilib olishimiz mumkin. Mana, demak, ikkinchi tur xomashyoda 2x1 plus 6x2 plus 8x3 barobar xomashyo zaxirasi bu yerdan 16 ga teng. Uchinchisida 9x1 plus 7x2 plus 4x3 barobar 20. Mana 3 ta tenglama, 3 ta noma'lumli tenglama hosil bo'ldi. Buni biz 3 ta noma'lumli, 3 ta chiziqli tenglamalar sistemasi deydi. Mana shuni yechishimiz kerak. Buni yechishni o'quvchining o'ziga qoldiramiz, chunki biz yuqorida chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer qoidasi, Gauss usuli va teskari matrisalar yordamida yechishni o'rganib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.